Hürmetli kuzatuvchilarimiz, salonumuza egalardan satib beradi. Nexia 2 zo'r sosteniyasidan kelib turibdi. Sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz mashinani. Oxirigacha ko'rib kuzatib boraverasizlar. Narxi ma'qul bo'lsa, kelib bemalol xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Mashinamiz yili Texpasport 2012, kuzov 2013 ekan. Sosteniyasi zo'r, 4 yumshoq balon qo'yilgan. Akkuratni qara farqli minilgan ekan. Mashinamiz prostoy gidravlika bo'ladi. Ideal holatda. Do'stlar, polik chexol atilgan, telar döşelgan, 170 bin kilometr turibdi mashina. Sosteniyasi zo'r, Sonos gibrid prostoy gidravlika bo'ladi. Do'stlar, ideal holatda. Kuzovda defekt yo'q, ko'rib turibsizlar, mashina dinib turibdi. Metan ustanovka qilingan. Dankrat balon köşkleri uyindeyken berledenmez. Arkaları. Maşin tayar holatda, zapaçkeleri joyidan ko'z olmaydi. Kuzovda ko'rib turibsizlar, defektli joyi yo'q hech qanday. Mashina desha tayyor, çok sosteniyada. Top-toza bo'lib turibdi, ko'rishlaringiz mumkin. Polik chexollar bor, pishibga holatlari toza. Mashina petno kraskasi bor ekan, strashniy udar-pudar bo'lmagan, tekshirtirib olaverasizlar. Balonlari o'rta holatda do'stlar. Sonos gibrid motor, metani bor. Aldalardan sinibdan narsa tushmagan umuman. Silitillar o'zini rodnoyi, kuzov 2013. Do'stlar. Mashina xullas tayyor, hech qanday rasxol yo'q. Ideal holatda. 170 bin yurgan metani bor. Do'stlar, balonlari 52 yaxshi, arkalari o'rta holatda ekan. Narxi 52 milyon so'm. Üstünde gelişib beriladi. Mashina egadan kelib savdo qilaverasizlar bemalol üstünde. 15 milyon bilan kreditlar chiqadi. Oylik to'lov 1,5 milliondan 3 yilga kreditlar chiqarib beramiz. Kelaverasizlar do'stlar. Hamalaringizni Bog'ot aka yoki avtosavdoda kutamiz. Kelsangizlar, vivorlarimiz ko'p mashinalardan üstünde, hammasini bahosini kelishtirib sizlarga chiroyli narxlarda savdo qilib beraveramiz. Sizlardan shunday sotiladigan mashinalarimiz bo'lsa, bemalol olib kelsangizlar bo'ladi. Kelishib bilsak nima qilamiz, kelisholmasak qisqa muddatli ichida, uzoq 2-3 kun ichida sotib berish varianti orqali savdo qilamiz. Kelaverasizlar.